Cristiano Ronaldo 100 million dollardan ortiq mablag'iga 3 ta qimmatbaho narsa xarid qilganidan xabaringiz bormi? 3-o'rinda 17 million dollarlik osmono'par paluba va trenajyor zaliga ega super yaxta turadi. 2-o'rinda Ronaldoning jahon rekordini o'rnatgan xaridi Bugatti turadi. Ronaldoning 1 emas, 2 emas, naqd 4 ta Bugattisi bor. Qiziq, u Bugatti dvigateli shaklidagi soatiga qancha sarflagan deb o'ylaysiz? Avval like va obuna tugmalarini bosib, javobni eshiting. Soatga 1,5 million dollar ketgan. Lekin Ronaldo eng qimmatbaho xaridim sababli omon qolganman deb o'ylaydi. Pandemiya butun dunyoga tarqalganida Ronaldo oddiy odamlar bilan yashay olmasligini his qilib, o'ziga shaharcha barpo etadi. Ushbu shaharchada hatto muzey ham bor. U yerga esa shaxsiy samolyotida o'ziga tegishli bo'lgan aeroportga qo'nibgina yetib borish mumkin. U dunyodagi yagona futbolchi hisoblanadi. Menga aytingchi, yana qaysi sportchida 55 million dollar turadigan orolcha bor? Sizchi, shuncha pulga orolcha sotib olarmidingiz yoki uni boshqa maqsad yo'lida sarflarmidingiz? Izohlarda muhokama qilamiz.